Bugungi videomizni o'tkazib yubormasligingiz uchun biz birinchi bo'lib loyihamizga ketadigan rasxod materiallardan videomizni boshlaymiz. Loyihamizdagi podushkalarimizni quyishga umumiy 18 kub beton sarflanadi. Fundamentlarimizning umumiy hajmi esa 32,5 metr kubni tashkil qiladi va umumiy uzunligi 85 metrdan iborat. Seysmopoyezgacha ketadigan g'ishtimizning umumiy sarfi esa 21 ming dona pishgan paltarashka g'isht sarflanadi. Endi esa loyihamizni boshlaymiz. Assalomu alaykum, siz bilan Kamina Mehroj. Loyihamizning umumiy o'lchami 12 metrga 13 metrni tashkil qiladi va o'z ichiga 3 ta yotoqxona, bitta mehmonxona, bitta oshxona, 2 ta sanuzel hamda kattagina hol qismini oladi. Bu loyihamizni bemalol ekonom variantdagi loyihalar safiga qo'shsak bo'ladi. Do'stlar, agarda siz yangi uy qurayotgan bo'lsangiz yoki yangi oila bo'lsangiz desak to'g'riroq bo'ladi. Mana shu loyihamizdan foydalanishingizni tavsiya beramiz. Har bir metr kvadrati foydali qilib o'ylab chiqilgan. Agarda siz hali yosh oila bo'lsangiz, o'ylaymanki sizni hali qayerlargadir borish niyatingiz bor yoki qandaydir to'y qilmoqchisiz yoki boshqa tashvishlar bor. Shuning uchun uyga ham juda katta pul sarflashga sizda kuch-quvvatingiz yetmasligi mumkin, lekin mana shu loyihani bemalol qurib, ichiga kirib yashasangiz bo'ladi. Do'stlar, videomizni davom etamiz. Undan oldin esa bizni maksimum qo'llab-quvvatlang. Video ostida like qoldiring hamda fikr-mulohazalaringizni kommentariyada qoldirib o'ting. O'zingizni yaxshi ko'rgan birodaringizga mana shu videoni ulashib qo'ying. Bu u kishi sizdan faqatgina xursand bo'ladi deb ayta olamiz. Bundan tashqari bizning Telegram kanalimizda kuzatib borishingiz mumkin va yuqoridagi raqamlar orqali mana shu loyihamizni to'liq chizmalari, ketadigan rasxod materiallarini olsangiz bo'ladi. Endi esa biz loyihamizni ichiga kirib tushuntirishni davom etamiz. Undan tashqari biz bu loyihamizni o'zimizning o'zbekchilikka moslangan loyihalar sifatiga qo'shsak ham bo'ladi. Buning sababi esa mehmonxonaning kirish eshiklari alohida qilib, uy egalari yashash zonasidan alohida qilib olingan. Asosiy eshigimizdan kirganimizdan so'ng bizni kattagina holimiz qarshi oladi. Holimizning o'ng tomonida esa oshxona qismi joylashtirilgan bo'lib, oshxonamizga ham tashqaridan kirish eshigi va ichkaridan kirish eshiklari ham qoldirib o'tilgan. Ovqat qilinayotgan vaqtda ichkaridagi eshiklarni ochmagan ma'qul. Bu esa demak xonadon egalari yashash zonasida yoqimsiz hidlar paydo bo'lishini anchagina oldini oladi. Oshxonaning orqa tomonida esa xuddi mana shu o'rtada bizning umumiy sanuzelimiz qoldirib o'tilgan. Sanuzelimizning umumiy kattaligi 2,35 metr kvadratni tashkil qiladi. Sanuzelimizning orqa tarafida esa yotoqxona qismi joylashtirilgan bo'lib, yotoqxonamizning umumiy kattaligi 15,6 metr kvadratdan iborat va o'zining ichida alohida 2,5 metr kvadratlik sanuzel qismlari ham qoldirib o'tilgan do'stlar. Mana shu yotoqxonamizning to'g'risida esa qarama-qarshi eshikda yana bitta yotoqxonamiz joylashtirib o'tilgan va bu yotoqxonamizni umumiy maydoni 19,5 metr kvadratni tashkil qilib, yotoqxonamizning derazasi orqa hovliga qaratib ketilgan do'stlar. Endi esa eng so'nggi xonamizga kiramiz. Buni ham biz yotoqxona qilib olganmiz. Bu kirish eshigining to'g'risida qoldirib o'tilgan bo'lib, nisbatan kichikroq bo'lgan bolalar yotoqxonasiga tegishli. Yotoqxonamizning umumiy maydoni esa 11,5 metr kvadratdan tashkil topgan do'stlar. Endi esa holimizga qaytib chiqamiz va holimiz umumiy mana shunday ko'rinishga ega. Kirish eshigining yon tarafida, ya'ni chap tarafida mehmonxona uchun alohida kirish eshigi qoldirib ketilgan 1,5 tabaqalik qilib. Kirganimizdan so'ng esa bizni ro'ppa-rosa 23 metr kvadratga teng kattalikdagi mehmonxona qismimiz qarshi oladi. Bu mehmonxonamiz bilan qarama-qarshi eshikda esa oshxonamiz joylashtirib o'tilgan do'stlar. Bugun sizlar bilan qisqacha mana shu loyihamizni birgalikda ko'rib o'tdik. Loyihamiz haqida fikr-mulohazalaringizni kommentariyada kutib qolamiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.